Ana boy o'rtog'im kelyapti. Nimadir olib bersa bor-ku, jo'rtaga qo'ling cho'ntagini tiqib, o'zim to'layman deyman. Lekin o'zi to'laydi. Nomiga o'zim to'layman deb bunday kelyapti. Do'stim, rahmat aka. Aka to'rttasi qancha bo'ldi? O'zimiz beramiz. O'zimiz to'laymiz, xijolat qilma, o'zimiz to'laymiz. Yo'q. O'zim to'layman. O'rtoq, sen kababika deb shuni aytdingmi? O'rtoq, bu kebabikang zo'r ekan qishashiklari. Shot keldimi? Sxema bo'yicha to'lash kerak edi. Men hammasini plan qilib chiqdim, to'lash kerak edi. Yana xudoga shukr, keldi. Shot ketdi-ku. Ha, o'zimiz to'laymiz, o'rtoq, o'zimiz to'laymiz. Ha, bo'pti, to'layveringlar. Planingga sana. Bekor aytdik-da men shuni. Uchinchisiga aytish kerak emas ekanda. Xonda plan, xon. Ha, o'xshardi-da, oldingilarda qilganimda to'lagandi. Endi to'la bo'lmasa. Bitta men yedimmi? Sen olib kelding-ku, jo'ram to'laydi deb.